Assalomu alaykum. Dadam diversiyuz bo'lishdilar. O'shanga hamma yo'qlarimizni sotdik, mashinalarimizni ham sotdik. Endi mablag'larimiz yetmayapti. O'shanga yordam bering, iltimos. Sizlardan iltimos qilaman. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. İmkoniyatimiz qolmadi, sizlardan yordam so'rayman. Yordam beringlar. Shu turmush o'rtog'im yaxshi bo'lib ketdilar, farzandlarim baxtiga. Dadam orzulari biz to'ylarimiz ko'rishi, iltimos bizga yordam beringlar. Allohim mana shu o'g'limga shuncha dard beribdi. Yordam beringlar. Sizlar o'rtoqlari, do'stlari bo'lasizlar, shu insonni. Billa bir maktabda o'qigani, to'g'rimi? Hamma harakat qilyapti, shu insonni. Biz ham harakat qilamiz. Mana shu videoni tarqalishiga sizlar ham yordam qilinglar. Sizlarda ham yaxshi bir qadrdonlaring bor. Xonadon, haqdor xonadon farzandlarni ko'rdik, onalarni ko'rdik. Sizlar endi nima desam, shu videoni tarqatib, shu insonni haqqiga duo qilib, shu gruppalarda aktiv bo'lib tursangiz, xalqimiz ko'rib turib, shunga qarab turmaydi, xudo xolasa. O'ylaganimizdan yaxshiroq pul yig'iladi. Yaxshi insonlar ko'rsa, bir kunda balkim ishimiz bitib qolar. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Charchamaylar.